Assalomu alaykum. Sohbetal tom markazi kuzatuvchilari, mana navbatdagi tayyor bo'lgan tunkamizni o'z egalariga chiqarib yuboribdi. Bu tunkamiz profnasir xizmat qilib yurgan. Uzunligi 7.45 dan Okrimat tunkasidan tayyorlab berganmiz buni. Zavodda Samarqand zavodiga Rushina mumkin. Aksesuarlarni ham strechlar bir-biriga ziyon yetmaydigan qilib chiroyli qilib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Sof Metal tom markaziga murojaat qilaverasizlar. Shini tez va sifatli qilib tayyorlab beramiz. Assalomu alaykum. Sof Metal tom markazi kuzatuvchilari, navbatdagi tayyor bo'lgan akasimizni o'z egalariga chiqarib yuboribdi. Bu tunkamiz zangor bilan Sina profnasir xizmat qilib berganmiz. Fotolarni ham strechlar qilib bitdik. İçine Cerdan ortasiga 0.16 qalinlikdagi tunkamizdan 2 metrlik qilib ham chiqarib bergan. Bunda stokalari, sho'lari. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Sof Metal tom markaziga bemalol murojaat qilaverasizlar. Shini tez va sifatli qilib tayyorlab beramiz. Manzilimiz Shamshiboy bozorining chorrahasidagi svetofor tagida, yo'qda Hollywood do'koni ro'parasida. 24 soat aholisi aloqadamiz. Bemalol telefon qilaveringlar. Shinani tez fursatda jo'ra qilib ishlab chiqarib beramiz.